endi сделкаlar agar 3 ta 4 tangiz bitta vaqtda ochib bo'ladigan bo'lsa, kunlik riskingizni 3 ta 4 taga bo'lib keyin kiringda. Har bittasiga kunlik risk 5% misol uchun har bittasiga 5% dan risk qilmangda. Общий riskingizni bo'lib oling summasini. Shu o'zi $200 depozitdan qilib borsam bo'ladimi? Depozitim ko'tarib olarmikan yo'qmi? Shu 3-4 ta сделка ochsam 0.05 dan birdaniga 0.05 dan 3-4 ta ocha olmaysiz yoki hozir shuni tushuntiryapman. 0.05 dan 3-4 ta ocha olmaysiz. Siz misol kunlik riskingizni oldin aniq bilib oling. Necha dollar? Misol 5% risk qilasizmi? $25 riskingiz bor. Shuni aniq bilib olingda oldin. Misol $25 riskingizni keyin shu 3 ta сделкangizga bo'lib oling. Misol har bittasiga $5 dan risk qilasizmi? Har bittasi bir xiliga misol 10, bir xiliga 5 qilasizmi? No, общий shu kunlik riskingiz 25 dan o'tib ketmasin-da. Общий qo'ygan limitingizdan o'tib ketmasin. Shu narsani oldin aniqlab olib, keyin shunga qarab lotni belgilaysizda, shunga qarab stop lossni belgilaysizda. Tushunarli. Misol qancha bipsi kichkinaroq bo'lsa, misol bitta сделка kirmoqchi bo'lsangiz, katta lot olsangiz bo'ladi. Yoki misol 3 ta 4 ta kiraman, men 3 ta 4 tasida vaziyat ko'ryapman deydigan bo'lsangiz, o'sha risk qiladigan summangizni misol $10 4 taga bo'lib olib, har bittasiga misol $2.5 dan risk qilib, keyin pozitsiya ochishingiz to'g'ri keladi-da. Shunaqa. Tushunarli. Keyin hozir faqat men amerikanskiy sessiya bilan soat abertdan keyin 1 dan keyin savdo boshlayman. Hozir ertalab kechasi bozorlar ochiladi-ku 12 dan keyin. Bilsangiz, hozir gap bilan ochilib, yaxshi yurib yuryapti. Shu kechasi ham vaziyat bo'lib qolyapti. Shunga kechasi ham savdo qilsam nima deysiz? Men faqat Amerika sessiyada ishlayman lekin aka o'zim. Boshqa sessiyada umuman pozitsiya qilmayman hozir. Oldin qilardim, hozir faqat Amerika sessiyada trade qilyapman. To'g'ri deb o'ylaysizmi shuni? Meni strategiyamga, meni prinsiplarimga to'g'ri kelyapti-da. Endi siznikiga mo'sh to'g'ri kelar, mo'sh to'g'ri kelmas. Tushunarli. Sinab ko'ring-da, ochib ko'ring. O'xshayaptimi, o'xshamayaptimi? O'xshamayotgan bo'lsa trade qilmang, o'xshayotgan bo'lsa, pожалуйста, ishlasangiz bo'ladi. Tushunarli. Rahmat aka, kattakon. Salomat bo'ling. Lekin qolganlarga ham bitta maslahat, qolgan sessiyalarda lojniy proboylar, lojniy signallar juda ko'p bo'ladi, chem Amerikaga qaraganda. To'g'ri, Amerikada volatilность baland, narxlar juda ham impuls bilan kuchli harakat qiladi, lekin направление o'sha yo'nalishi bitta tarafga olgandan keyin yaxshigina reaksiya beradi. Bu valyuta parlarda ham bo'ladi, o'sha yer qazilma boyliklarida ham bo'ladi, indekslarda ham bo'ladi. Lojniy proboylar Amerikada qolgan sessiyalarga qaraganda kamroq bo'ladi. Shuning uchun tavsiya, agarda misol o'zingizlarni hali savdo sessiyalarini aniq bilmaydigan bo'lsanglar, birinchi Amerikada test qilib ko'ringlar. Qanaqa ishlayapti, yaxshi ishlayaptimi yo'qmi? Misol shu 6 dan keyin to'liq Amerika sessiyaga o'tib olgandan keyin pozitsiya qarashni boshlaylar-da. Misol Amerika bilan London ochib bo'ladigan momentda pozitsiya qilmaylar. To'liq Amerikaga o'tib bo'lsin, Amerika birjasiga o'tganidan keyin faqatgina o'shanda savdolarni boshlasanglar bo'ladi. O'sha narx yo'nalishini bitta ko'rib olasizlar, qaysi tarafga harakat qilyapti, pozitsiyani prosta shu tarafga qarab moslashtirasizlar. Bo'ldi. Trendga qo'shilishga harakat qilamiz, unga qarshi chiqishga emas. Misol boshqa sessiyalarda qarashingiz mumkin, trend buy bo'lib ketayotgan bo'lsa, mashina bitta likvidatsiya qilib, keyin sell yurib beradi deb. Amerikada lutcha trendga qo'shiling. Chunki yo'nalishi bitta aniq qolgandan keyin Amerika, bilasizlar, o'zingizlar yaxshigina impuls ko'rasizlar, aynan o'sha to'g'ri yo'nalishda bo'lsanglar. Misol buy pozitsiya ochmoqchimisiz, общий trend buyga ketyaptimi, siz buyga qarang. Общий trend sellga ketyaptimi, sellga qarash kerak. Trendga qarshi emas, trendga qo'shilish kerak-da Amerika sessiyada. Xo'p, demak, darsimizni boshlaymiz. Birinchi tasdiq olishni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, analiz qilishni biladiganlar uchun bitta повторение bo'ladi, bilmaydiganlar uchun yana bitta master klass bo'ladi. Birinchi bo'lib, haftalik time framedan boshlayman. Haftalik time frameda narximizga eng yaqin globalniy support va resistance belgilayman. Narxga eng yaqin kuchli minimum va kuchli maksimum haftalik grafikda. E'tibor beringlar, narxga iloji boricha yaqin olinglar. Misol uchun, mana Mamutda yaxshi impuls boshlangan, kuchli daraja, bu kerak emas. Mamutda ham kuchli daraja, lekin bu ham kerak emas. Bizga keragi narximizga hozirgi momentda eng yaqini kerak. Analiz qilayotgan paytda ko'proq e'tibor beringlar, istoriyaga emas, hozirgi narxga yaqinroq darajalar bilan ishlashga. Ya'ni o'tmishda mana bu joyda bo'lgan narsa muhim emas sizga, iloji boricha narxga yaqinroq. Agar narxga yaqinroq bo'lmasa, keyin o'sha sekin-sekin istoriyaga qaytishni boshlaymiz. Raz narxga yaqinrog'i bormi? Birinchi shu narxga yaqinrog'i bilan ishlashga harakat qilishimiz kerak. Iloji boricha analiz qilayotgan paytda narxga yaqinroq darajalar bilan ishlaymiz.
Demak, global urovni belgilab oldik ikkita, minimum va maksimumni. D1da nimani ko'rishimiz mumkin? Hozirgi narximizda bizda turgan joyni zonamizni juda ham kuchli zona hisoblanadi aynan. Mana D1 grafikda va narx mana kuchli impuls bilan tushib keldi. Aynan mana shundan shpilka tortdi birinchisida, ikkinchisida, uchinchisida yashil svicha, keyin to'rtinchisida buzib o'tib ketyapti. Va buzib o'tib yana qayta tepaga buzib o'tgandan keyin ham retest и дальше buy. Va keyingi oxirgi kuchli impuls ham aynan mana shu narxdan boshlangan. Demak, bu juda ham muhim daraja hisoblanadi, chunki ancha-muncha kuchli impulslarni ushlab qolyapti va yaxshigina impulslarni boshlab ham beryapti. Chunki mana padeniya ham bu oddiy prosta narxini bunaqa flat bo'lib tushib kelishi emasdi. Normal impuls, katta summa kirilgan bo'ldi, shuni hisobiga shunaqa impuls bo'lgan. Va xuddi bayda ham xuddi shu ssenariy. Baydan katta summa bilan boshlangani uchun bayimiz yaxshigina impuls bilan tepaga harakat qildi. Va D1da aynan narx hozir shu darajada turibdi USD yenada. Demak, 4 soatlik time frame'ga olaman. 4 soatlik time frame'ga olganimdan keyin hozirgi zonam tabiiyki juda ham katta bo'lib qoladi D1da bo'lgani uchun. Va buni analiz qilayotgan paytimda har bittasini time frame'ga moslashtirib ketishimiz kerak bo'ladi. Analiz qilayotganingizda misol analiz biza 4 soatlik grafikda qilsak, misol mana bu darajani 4 soatda belgiladik hozir, to'g'rimi? Va buni buzib o'tilishini biza 4 soatlikda kutishimiz kerak. Ya'ni agar bizda qachon H4 svicha buni pastga buzib o'tib, retest beradigan bo'lsa, dars selga qarashimiz mumkin. Yokida bizda bu joyda yana bitta narsa shakllangan, trend liniya. Mana narxda idealniy trend liniya bor 4 soatlik grafikda. Endi buni biz 1 soatlikga olamiz. 1 soatlikdan nimani ko'rishimiz mumkin? 1 soatlik grafikda hozirgi mana narximizda selga reaksiya oldi-ku. Shu narsa mana istoriyadagi eng yaqin kuchli darajalardan bittasi hisoblanadi. Chunki yaxshigina selda mashit ushlab qoldi va impulsiv buy boshlanib ketdi. Demak, aynan shu narx bizda juda ham kuchli narx hisoblanadi. Va narx hozir ham aynan mana shu joyga kelib turib reaksiya oldi. Agarda narximiz pastiga minimumni yechmasa, mana bizda shakllangan minimumni yechmasdan buyga harakat qilishni boshlasa, biz pozitsiyani buyga qarab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi pozitsiyani qanaqa buyga qaraymiz? O'sha, ya'ni tasdiqqa qanaqa bo'lamiz degan joyi kelyapti o'sha. Demak, biz M15 ochamiz birinchi bo'lib. M15 narxga eng yaqin kuchli darajalarni belgilab olishimiz kerak bo'ladi, kuchli zonalar. Bizda явно ko'zga ko'rinib turgan birinchisi mana bu. Kuchli resistance bo'lgan, to'g'rimi? Kuchli resistance. Narximiz buzib o'tgandan keyin retest va buy bo'ldi. Va hozir ham tushib kelganda aynan mana shu zonadan bitta narximiz kichkina reaksiya oldi. Va hozir buzib o'tib pastda turibdi. Demak, yana ozgina biz pastga harakat qilib, mana shu yoqqa retest beradigan bo'lsa, biz qisqa muddatli dalshi selni ko'rishimiz mumkin. Sel qanchacha ko'ramiz deydigan bo'lsanglar, narxda kuchli impulslar boshlanayotgan keyingi support daraja. Ya'ni keyingi demand daraja. Agar supply demand bo'yicha gaplashsak, keyingi demand daraja. Aynan mana shu M15 da. Hozir narximiz pastda buzib yopilib beradigan bo'lsa, retestdan keyin biz selga paytga qarab ko'rishimiz mumkin. Dalish pastgacha. Bunda agar biz bu joydan sel oladigan bo'lsak, stop lossimiz yonidagi impuls boshlanayotgan nuqtada bo'ladi. Take profitimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu pastdagi zonamizda bo'ladi. Va bizning riskimizning nisbati aynan bu ideya uchun 1:3. Ya'ni biz misol $10 risk qiladigan bo'lsak, bu сделкамizga $30 foyda olishimiz mumkin. Lekin bizda bo'lish kerak bo'lgan aniq narsa hozir narximiz yana ozgina pastroq tushib berib, pastroqda yopilib, keyin retest berish kerak. Agarda narx unaqa bo'lmasdan, hozir o'zida misol buyga impuls boshlanib, bu joydan darsh tepaga harakat qilib ketadigan bo'lsak, o'sha ssenariy darshi buyda bo'ladi. Nimaga? Narxdagi hozir mana tortgan trend liniyamizdagi buzib o'tish, mana bunisi bizda ложный пробой bo'lgan bo'lsa, mana bu narsa bizda ложный пробой bo'lgan bo'lsa, bunisi уже ложный пробой emas, balki konkretniy пробой qilib zonani chiqib va hozirda bizda retest berayotgan bo'ladi. Endi 1 soatlikda ham olib qaraydigan bo'lsak, mana bu joyda juda ham kuchli zona bor. Va H1 svichani qattiq yopilishi ham hozirgi momentda bizda ko'p narsani hal qiladi. Agar 1 soatlik svichamiz zonadan ichida yoki zonadan teparog'ida yopilib beradigan bo'lsa, biz bu momentda kichkina time frame ochib turib, tasdiqqa buyga qarashimiz ham mumkin. Ya'ni bizda bo'lishi mumkin ssenariy, kichkina time frame ko'ramiz yana. Misol 15 minutlikda ko'ryaptik. 15 minutlikda qachon buyga payt solsak bo'ladi.
Demak, bizada support bor edi hozirgi. Mana bu joy bizda support deb oladigan bo'lsak, narxda oxirgi shakllangan resistance bor, ya'ni oxirgi shakllangan maksimum bor va u maksimum mana bu joy. Oxirgi mana shu 15 minutlikda oxirgi sel boshlangan joy. To'g'rimi? Bizada eng zo'r tasdiq qaysi bo'ladi? Mana mashina narximiz buzilib tepada yopiladi, retest и дальше buy. И idealniy buy struktura bo'ladi mana shu joyda. M15 da agarda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bizada kichkina time frame'da o'sha strukturani buzilishi, ya'ni bizada bu momentda, hozirgi momentda, ya'ni mana bu joyda bizada hozir sell trend bo'layotgan bo'lsa, aynan mana sell trend boshlanib, maksimum yangilanishi boshlanadi. Va o'sha maksimum yangilanishi boshlandi degani bizada sell trend tugab, o'sha up trend boshlandi degani, ya'ni buy trend. Va biza maksimum yangilangandan keyin retest berishi bilan buyga paytga ko'rishimiz mumkin. Va bu ideyamiz misol bizlar uzoq muddatli bo'ladi. Nimaga? Bizdagi hozirgi tortgan trend liniyamiz aynan bizda H4 da va D1 da juda ham kuchli trend liniya hisoblanadi mana. H4 da va hozirgi turgan darajasi, ya'ni hozirgi turgan demand zonasi mana bu zona hisoblanadi. Mana. Juda ham kuchli. Assalomu alaykum, Hojiakbar aka. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Вот, mana shunaqa ssenariy bo'lishi mumkin va bizda eng yaxshi tasdiq aynan strukturani buzilishi, kichkina time frame'da trend yo'nalishini o'zgarishi. Ya'ni bizda hozir M15 da agar trendimiz buyga o'zgaradigan bo'lsa, maksimum yangilanish boshlanadigan bo'lsa, biz uverin buyga pozitsiya olib, хотя бы mana shu joygacha birinchi stepani olishimiz mumkin uverin. Nega? Juda ham kuchli impuls aynan mana shu joyda boshlangan bizda va buni sal orqaroq suradigan bo'lsak, qanchalik kuchli darajaligini ko'rsanglar bo'ladi. Va bizning keyingi TP'imiz, take profitimiz aynan mana shu urinni olganimizdan keyin full TP примерно 57-60 pip bo'ladi, plus minus 60 pips. Xo'p, savollar bo'lsa bersanglar bo'ladi mana endi. Hojiakbar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Aka, mana shu yerda ham men o'zim efirdan oldin trend liniya chizib qo'ydim-da, 15 minutlikdan kichkina mini trend liniya. Shuni yorsa kiraman deb turdim. Как раз shuni aytib o'tdingiz hozir. M15 da ham qanday trend liniya chizsa ham bo'ladi, minimum o'sha dumaloqcha chizdingiz-ku. Bitta mini trend liniyacha bor. Da, bo'ladi. Tortsa bo'ladi. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Charchamasmi aka? Rahmat, Xudoga shukr. Aka, prop shot haqida ozroq ma'lumot kerak edi. Oxirida unaqa savollar, hozir analiz bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bersangiz bo'ladi. Yoki efir oxirida keyin prop shot bo'yicha gaplashamiz. Xo'p aka, rahmat. Xo'p. Hojiakbar aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Hojiakbar aka, hozir trend liniya shakllangan-ku. M15 da bor, to'g'rimi hozir? Maksimum bari minimum yasaldi. Agar hozir trend liniya kirib olsa, ложный пробой bo'ladi, tepaga o'xshab, to'g'rimi? Shunaqa. Agarda dars minimum yengilab ketadigan bo'lsak, demak bizda eng yaqin minimum nima bu? Oxirgi impuls boshlanayotgan joy aynan M15 da. Agar shuni yengilab o'tib ketadigan bo'lsak, bu narsa ham demak bizda ложный пробой bo'lib qoladi. Xuddi mana bu tepadagi ложный пробойga o'xshab, mana bunga o'xshaydi. Bu ham ложный пробой bo'ladi hozirgi biz o'tish. Keyin pastdan qayimiz ekanda, bari to'g'rimi aka? Shunaqa. Ssenariy dars selga qarab uramiz-da, agar buni yengillaydigan bo'lsa, dars naborot minimum buzilsa, retest selga qaraymiz. Bo'ldi. Hojiakbar aka, agar hozir pastga tushsa, H1 da bosh va yelka bo'lar ekan, H4 da W model yasar ekanda, agar pastdan retest qilib yana tepaga bayga ketsa. Mana shu narsa H4 da ishlaganda, bunday tarixga ozgina qarang aka. Mana shu zo'r ishlab bergan lekin. Va ko'rgan bo'lsangiz kerak o'zingiz ham. Da, boy ko'rdim. Buni. Xo'p, yana qanaqa savollar bor? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qarang, bu SNR bo'yicha ham to'g'rimi? Analiz qilingan. Da, shunaqa klassika bo'yicha. Bo'ldi, tushunaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Va alaykum assalom. Hozir texnik tahlil bilan tasdiq olish haqida bo'lyapti-ku videoz. Webinar. Hop. Bu yozib olinib ertaga tashlanadimi, gruppaga tashlanmaydimi? Zapis bo'lyapti. Bu narsa YouTube'ga joylanadi, aka. Joylanadi. Endi har xil sharoitdagilar bor, hozir kira olmaydiganlar kiradigan darsingizga. Da, buni zapisi bo'lyapti, xudo xohlasa YouTube'ga joylanadi. Ha, keyin yana bitta narsa bor edi, savolim bor edi. Hojatlar misol uchun salkam 6 oydan o'tgan 1 yillik tajribasi bor bo'ladi-ku, o'zini savdo sistemasini endilikda bozorda shuni tahlil qilib, tasdiqlarni o'zi olib, stabillikka yaqinlashib qolganlar bo'ladi-ku, bilasizmi? O'zini bosib olgan, slivlardan charchagan, bosilib qolgan tajribasini endi oshirmoqchi bo'lganlarga ham shunaqa qanaqadir bir reja qilsangiz bo'lmaydimi demoqchi edim. Обязательно kurs emas, endi ular bilan onlayn qandaydir ishlashmi, tajriba uchun-da. Tajriba oshirish kerak. Ular faqat endi siz bilan birga savdo qilib, misol uchun biroq yana bitta kuchliroq odam bilan harakat qilaman, aka, mana shunaqa misollarni ko'paytirishga. Shu narsani organizatsiya qilsak bo'ladi. Chunki odam fizически uspеть qilmaydi, har kuni live qilishga yoki har kuni boshqa narsaga. Chunki o'zimiz ham savdo qilishimiz kerak. Undan tashqari misol shogirdlar bor, boshqalar bor. To'g'ri gapingiz. Men misol uchun uni ham platni qilish kerak. Bu ham tajriba qimmatroq narsa, sal o'rtacha bo'ladi. Unda toza unaqa noldan tushuntirilmaydi. Unga faqat biladiganlarni olasizda. Gap nima haqida ketayotganini bilish kerak. Tahlil qilayotgan payt, birga savdo qilgan payt. Keyin aytgandek to'g'ri, har kuni bo'lmasa ham haftada 2 kunmi, hatto 3 kunmi. Endi vaziyat bozorda o'zingiz bilasiz-ku, qaysi payt qanday kirsa bo'ladigan paytda qandaydir bir haftada 2-3 kun birga savdo qilsa, 1 soat hatto 2 soat uni ham to'lov qilib, kalkulyatorni bitta anaqa qilib qo'ysangiz, summa chiqarsak, mana shunaqa bir loyiha qilsa bo'lmaydimi demoqchiman-da. Ko'ramiz, aka. Xudo xohlasa, xudo xohlasa ideya yaxshi, o'ylab ko'ramiz, aka. Xudo xohlasa realizatsiya qilamiz. Prosta tajriba uchun. Shunchaki ular ishlaydi, stabillikka chiqib ketadi-da, sliv bo'lgan kuni, stop loss topish kuni stop loss bo'lgan kuni bo'ldi, bugun stop loss bo'ldi, olindi. Bugun savdoga kirilmaydi, misol uchun. Keyin bir xil summa qilib qo'yish kerak-da, o'sha gruppaga kirganlarga hamma. Misol uchun $500. Ana o'sha o'rganib turib, o'sha yo'rg'alab ketish uchun bu fundament eganda, o'sha treyderday oyoqqa turib ketish uchun. Shunaqa. Hatto 3 oymi yo 2 oy savdo qilsa o'sha odam eplab ketar ekanda. Men o'zim qilib ko'ryapman-da, misol uchun demoda savdo jurnalini ochganman, kalkulyatorni. Boshida slivlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Endi asta hozir bosilib qoldim, ancha tushunib qoldim ko'p narsani. O'sha jurnal bilan stop loss tarbiyalaydi ekanda odam. Shunaqa. Jurnal bilan stop yaxshi tarbiyalaydi. O'zi sohaga kirib kelgan har bitta odam boshida emas, misol hozir aka aytganlaridek 6 oy где-то 1 yil o'tgandan keyin уже sohani unaqa oson emasligini tushunadi, qanaqa sohaligini, moliyaviy bozor bo'lgandan keyin moliyaviy bilim, ekonomikalarni, boshqa narsalarni zo'r bilmagan taqdirda ham hatto ba'ziviy ma'lumotlarni bilmasa, bu bozorda foyda qilib bo'lmasligini tushungan bo'ladi o'sha 6 oy 1 yil ichida. Va shunaqa insonlar bo'ladigan bo'lsa, oramizda bitta tavsiya bermoqchiman. Birinchi o'chirda trading jurnal yurg'izish bu shart. Demoda, realda bo'ladimi, yurg'izish shart. Birinchidan savdolaringizni zo'r nazorat qilasiz va kamroq savdo ochishingizga sababchi bo'ladi. Over tradingga yengishga zo'r yordam beradi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, MetaTrader'da ochgan pozitsiyangiz uchun prosta ochiladi, yopiladi, zarar, okey, qolib ketdi. Uni ochganingizdan keyin jurnal yurg'izayotgan bo'lsangiz, jurnalga yozishingiz kerak. Har bitta savdo bu statistika. Uni yozganingizdan keyin o'zingiz qaraganingizda ham o'sha uyalishni boshlaysiz. Bu narsa tabiiyki olib keladi. Ikkinchidan dangasalik. Odam shu yozib chiqishga erinadi har bitta paytda. Juda ham ko'p сделка qiladigan bo'lsa, kun davomida uni yozishga juda ham erinadi. Va bu narsa o'sha over tradingni oldini oladi. Ikkinchidan, iloji boricha misol 50-50 vaziyat bo'ladi yoki sal ikkilanib turib pozitsiya ochmoqchi bo'lasiz. Shunaqa momentda ochmaysiz. Nimaga?
Trading jurnalga bu narsani yozishingiz kerak. Endi o'zingiz qaraganingizda ham, misol uchun, statistikalarni boshqa narsalarni ko'rib chiqasiz, savdolaringiz qanaqa ketayotganini jurnalni ko'rgan momentingizda o'zingiz qilayotgan xatoingizni birinchidan o'zingiz tushunib turasiz, ikkinchidan o'zingizga o'zingiz achinishni boshlaysiz. Bu realniy. Chunki birinchi marta qilmayapman bu xatoni, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi marta balki qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu narsa MetaTraderda bo'lsa bilinmaydi. Agarda siz bu narsani jurnalga shu yozib turib, qog'ozga chiqartirib yozishni boshlaganingizdan keyin bu narsa shunaqangi ta'sir qilishni boshlaydi odamga. Realniy mana praktikada o'tkazgan odam bu narsani biladi. Yozib chiqqan odam, misol shu konkretni misol, men bu narxni ochdim, o'zi trend bayda, misol uchun, men trendga qarshi selga pozitsiya ochaman, stop loss'im menimcha, take profit'im menimcha, pozitsiya qanchada yopilyapti. Hammasini yozyapti, bir haftalik yoki bir oylikni ko'ryapti-da, 70-80% olgan stop loss'ida bir xil xato paxtalikni bo'layotgan bo'ladi. Bu xato aynan qaysi nuqtadaligini trading jurnal zo'r ko'rsatib beradi. Stop loss qo'yishdami, strategiyasidami yoki psixologiyadami, qaysi nuqtada aynan xato bo'layotganini minuslariga qarab ko'rsangiz bo'ladi. Agar bu narsa faqatgina MetaTrader'ni o'zida qolib ketadigan bo'lsa, bu narsaga katta ehtimol bilan 99% odam qarab chiqib, filtr qilib chiqmaydi. Zarar bo'ldi, okey, keyingi hafta chiqarib olaman yoki ertaga savdo qilaman, yana chiqarib olaman. Nima uchun zarar bo'lganini tahlil qilmaydi. Jurnal yurg'izadigan bo'lsangiz, siz shu narsani tahlil qilishni boshlaysiz. Ikkinchi maslahat, обязательно o'zingizga prinsiplarni belgilab olishingiz kerak. Ya'ni, misol, men depozitimdan kunlik mana shuncha foizni risk qilaman. Misol, stop olsam, shuncha foizi yo'qotilsa, boshqa pozitsiya ochmayman. Siz aniq bilishingiz kerak, kunlik qancha risk qila olasiz. Misol, kunlik emas, yoki haftalik. Qancha risk qila olasiz? O'sha riskingizga yarasha stop olindimi, o'sha haftalikmi? Misol, hafta boshqa trade qilish kerak emas. Propda ishlayotganlarga ham maslahat, misol, kunlik riskingiz 5% mi? Siz o'shani 5 emas, 2 qilib oling. Yoki 3% qilib oling. Bu общий risk. Ya'ni har bitta pozitsiya uchun emas, umumiy balansdan risk. Nechta pozitsiya ochmoqchi bo'lsangiz, o'sha riskdagi summani pozitsiyalar soniga bo'lib olib turib ochsangiz bo'ladi. Lekin misol 5%, 3% deganimizdan keyin har bitta savdoga 5%, har bittasiga 3% ochilmaydi hech qachon. O'sha qilayotgan summani olasiz, общий summa, misol $500 chiqyaptimi? Propda ishlaydigan bo'lsangiz, misol 500 ga 400 yo'lga bo'lib olishingiz mumkin yoki 500 yo'lga bo'lib olib turib, har bittasiga 100 dan risk qilishingiz mumkin. Bu siz umumiy riskingiz. Agar mana stop ishlasa, boshqa savdo qilish kerak emas. Prosta ozgina dam olasiz yoki ertasi kuni yoki shu kuni kech payt bo'lishi mumkin, может o'tirib, prosta nima uchun stop loss oldingiz. Bu jarayonda, o'sha jurnal yozish jarayonida bu narsa sizga chiqib kelishi boshlaydi o'sha. Aynan nima uchun, qaysi joyda siz xato qilayotganingiz uchun stop loss olayotganingiz. Shuning uchun ham trading jurnal yurg'izish kerak va oldindan siz prinsiplaringizni, o'zingizning qoidalaringizni belgilab olishingiz kerak. Necha foizgacha risk qila olasiz va sizni qancha daromad qoniqtiradi bir kunda. Bu riskga nisbatan shunga qarab kelib chiqaveradi o'sha. Misol, nerealniy maqsadni qo'ymanglar. Realniy qo'yish kerak. Misol, $100 balansingiz bor, oy oxirigacha $1000 qilaman deb maqsad qo'ymanglar. Realniy maqsad qo'yish kerak. Misol, 100 depozitingiz bormi? Misol, men kunlik 3-5% risk qilsam bo'ladi. $10-15 misol menga foyda yetadi. $100 depozitga nisbatan. Mana shunaqa o'ylash kerak, realniy o'ylash kerak bor balansingizga. Как euforiyaga berilmasdan, bugun boshladim, ertaga boyib ketaman, yo'q, unaqa narsa yo'q. O'sha 6 oy, 1 yil bo'lgan bo'lsa, siz bu narsani o'sha tushunib yetib bo'lgan bo'lasiz. Prosta sizda ayzan qaysi nuqtada xato bo'layotganini, qaysi nuqtada kamchilik bo'layotganini topishga qiynalayotgan bo'lsangiz yoki o'zingiz strategiyangizni topishga qiynalayotgan bo'lsangiz, strategiya ishlayapti, ishlamayapti, ularni bilmayotgan bo'lsangiz, yozish kerak bu narsani. Prosta savdo ochyapsiz, okey, zarar bo'ldi, normalniy stop loss oldi, bitta ikkita, okey, yozaverasiz prosta. Haftani oxirida yoki oy oxirida bu narsani обязательно tahlil qilish kerak. Katta ehtimol bilan haftani oxirida qilganingiz yaxshi. Chunki savdolar ancha ko'p bo'lishi mumkin sizda. Misol, haftada emas, kuniga даже 2-3 ta ochishingiz mumkin. Yoki hafta davomida agar sizda 4 tagina yoki 3 tagina yoki 2 tagina pozitsiya bo'ladigan bo'lsa, unda bu narsani oylik qilasiz. Kamroq trade qiladigan bo'lsangiz. Agar raz ko'p savdo qiladigan bo'lsangiz, bu narsani o'sha haftalik qilganingiz yaxshi. Chunki savdolar slishkim ko'payib ketib qoladi. Uchinchi tavsiya, savdolarni soniga emas, sifatiga kattaroq e'tibor berishni boshlash kerak. Iloji boricha. Bo'sh qoldim, trade qilishim kerak degan narsa yo'q. Tushundinglar? Boshlang'ichda juda ko'p uchraydi. Bo'sh qoldim, trade qilishim kerak ekanman degan fikr bo'lib qoladi miyada.
bo'sh qolib ketyapman, trade qilishim kerak, nimadir qilishim kerak. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Trading bu kutishdan iborat. Birja bozori sabrsiz insonlardan pullar olib, sabrli insonlarga berish uchun ishlab chiqarilgan. Shuning uchun iloji boricha sabr qilib, savdolarni soniga emas, sifatiga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni misol siz bir kunda 10 ta pozitsiya ochyapsiz, 10 tadan misol 7 tasi take profit olyapti yoki 8 tasi take profit olyapti, 2 tasi to'payapti. Okey, bu zo'r natija. Misol uchun siz 50 ta pozitsiya ochyapsiz, 50 tadan 30 tasi take olyapti, 20 tasi stop olyapti. Itog rezultatingiz bir xil. Unda ham $2 foyda qilgansiz, bunda ham $2 foyda qilgansiz. Lekin ikkinchisidagi rezultat bu ancha og'ir, boyagi 50 talikdagi. Mana shu 3 ta maslahatga prosta amal qila olsanglar, shuni o'zi eng kamida hatto foyda qila olmagan taqdiringlarda ham bozordan yaxshi tushunmasanglar, nimadir bo'ladigan bo'lsa ham, hatto bir nolda yurishingizga yordam beradi 100%. Eng kamida nolda yurishni boshlaysiz-da. Traderning birinchi vazifasi foyda qila olmaganga yarasha hatto bir nolda yurish kerak. Minus qilish kerak emas, ya'ni pulini yo'qotish kerak emas, eng kamida nolda yura olish kerak hatto. Nolda yurishni o'zi bu bitta rezultat. Shu nolda yurishni o'ziga endi kirib kelgan odamda hammada har xil, no o'rtacha 6 oydan 1 yilgacha vaqt ketadi. Nolda yurishni o'ziga. Uje undan u yog'iga keyin sekin-sekin daromadlar boshlanadi. Sizni tajribangiz, optingiz qancha oshgani sari sizni daromadingiz ham xuddi shunaqa sekin-sekin o'sib boradi. Shunaqa. Tak. Savollaringiz bo'lsa, bersanglar bo'ladi yana. Va berilgan tavsiyalarga обязательно amal qilinglar. Va sinab ko'rib, javobini mana kanaldagi Finbox profiliga yozsanglar bo'ladi. Misol mana hafta endi boshlandi. Bugundan boshlash kerak shu narsani. Bir hafta davomida o'zingizlarni sinab ko'ringlar. Mana shu aytilayotgan ketma-ketadi 3 ta tavsiya. Uchalasini prosta sinab ko'ring. Baribir sizdan hech narsa yo'qotmaysiz. Prosta o'sha qilayotgan savdolaringizni yozishni boshlang. Ikkilanayotgan bo'lsangiz pozitsiya ochmang, lutchi zarar qilgandan ko'ra pozitsiya ochmagan yaxshiroq. Sabrli bo'ling. Bo'sh qoldimmi, trade qilishim kerak degan narsa yo'q. Analiz qilish kerak, kutish kerak. Qachon kiradigan joyi kelsa, qachon mana undan tasdiq beradigan bo'lsa pozitsiya keyin olsak bo'ladi. No, ungacha faqatgina kutish. Tak, sizlar bilan demak, yana bitta parada ko'rib chiqamiz. Misol uchun bu funt bo'lsin. Funtda ko'rib chiqamiz. Demak, funt dollar haftalik grafik bizda. Narxga eng yaqin, boya aytganimdek, eng yaqin kuchli daraja. Narxga eng yaqini bu. Bunisi emas. Bunisi ham kuchli, narx yaqinrog'i bu. Shuning uchun shuni oldim. Keyingisi buzib o'tilgan kuchli daraja haftalikda bizda bor. Mana shu ikkitasini o'zi yetadi bizga. Boshqa ko'p liniya qo'yib tashlash kerak emas. Qancha elementni grafikda ko'paytirib oladigan bo'lsangiz, bu narsa sizni shuncha chalg'ishingizga olib keladi. Demak, sirasi 4 soatli time frame. 4 soatlikda olib qaraydigan bo'lsam, demakmanda hali narx ham mana bu joyga retest bermagan ekan. Oxirgi kuchli maksimum va narx tekis buzib o'tib ketgan. Va narx mana shu joyga korreksiya beradigan bo'lsa, men pozitsiya qarab ko'rishim mumkin, aynan dalshi bayga. Общий trend bayga harakat qilyapti, men ham pozitsiyani prosta bayga qo'shilishga harakat qilishim kerak. Demak, agarda yo'q, men qisqa muddatga sellga pozitsiya qarayman deydigan bo'lsanglar, bu joyda biz trend liniya tortishimiz mumkin. Support trend liniya va o'sha narximiz trend liniyani buzib o'tibdi va hozirgi moment narx flatda o'sha. Ya'ni konsolidatsiyaga tushib qolgan. Impuls o'smayapti ham, tushmayapti ham, prosta o'ngga qarab ketyapti. Bunaqa momentda nima qilish kerak? Bunaqa momentda M5 ochasiz. M5da narxdagi eng yaqin ko'p narx reaksiya berayotgan kuchli zona. Ya'ni kuchli supply va kuchli demand. Oxirgi reaksiya berayotgan zona. Bu joyda bizda trend liniya ham bor ekan sirali. Agar narx trend liniyani buzib qo'yadigan bo'lsa, sellga risk ko'rish mumkin.
Bu birinchi ssenariy. Yokida eng yaxshi variantda yo tepani yo pastdagi zonani buzib o'tishini kutish. Buzib o'tgandan keyin ssenariy juda ham oddiy. Retest dalsha trendga qo'shilish. Yokida xuddi shuni pastga dalsha selga qo'shilish. Hozirgi moment pozitsiya ochadigan joy emas mana. Narx o'rtada turibdi, demak kutishimiz kerak. Qachon narximiz yo maksimummi, yo minimummi buzib o'tadi, undan keyin biz pozitsiya qarab ko'rsak bo'ladi. Ungacha ham kutiladi. Xo'p, savollaringiz bo'lsa, bersanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, Hoji Akbar aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Rahmat, Xudoga shukr. Aka, tillada izdelkalarim bor edi, o'shalarni ertalabgacha ushasammi, yo'qmi degan fikr bor edi-da. Shuni bir 8-4 ta tepada trend liniya bor, o'shangacha borarmikin, yo'qmikin bir ko'z tashlab bera olasizmi? Xo'p, tillada pozitsiya baydami, seldami? Bayda. Bayda bo'lsa ushlasangiz bo'ladi, aka. Mayda bo'lsa mana uvering ushlang. 33, 32, 78 dan 11lardan borda, 33, 32, 11larda borda baylar. Yaxshi olinganiga почти 100 pip foydada ekanu. Ko'p agar 2-3 ta ochilgan bo'lsa, save qilsangiz bo'ladi. Nechtasinidir yopib turing-da. Zelkamida. Misol uchun lotni ozgina kichraytiring-da, qolganini bezubitga qilib turib ushlab tursangiz bo'ladi. 0.15. Eng yaxshi variant shu. Xo'p, bittami nechta? Yo'q, nimadan bo'lib ochilgan 0.01 dan vaziyatga qarab terilganda, orqaga o'ynagan payt, pastga tushgan payt pastdan terilgan 15 0.01 dan. Bittada ochilmaganda bo'lib ochilgan. Qarang, iloji boricha teparoqdan ochilganlarini yoping-da. Misol 32, 33, 34, 35 eng pastiga misol ikkitasini qoldiring-da, 0.03 ni teparoqdagini yopib oling. 0.02 ni ikkalasini ham bezubitga qilib qo'ying. Agar min narx qaytib ketgan taqdirda ham siz foydali chiqayotgan bo'lasiz bozordan, agarda dalish yurib beradigan bo'lsa, birinchi maksimum o'zigacha yana 2 pipdan oshiq foyda olishingiz mumkin. Hozirgi shakllangan maksimum o'zigacha. Xo'p, rahmat. Eng yaxshi variant shunaqa. Salomat bo'ling, aka. Tushundim, rahmat. Assalomu alaykum, Hoji Akbar aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Rahmat. O'zi supply va demand zona chizyapsiz-ku, o'sha faqat mana shu nima bilan ishlaysizmi? Bu bozorda qanchalik ishlayveradi? Agar to'g'ri foydalansangiz, zo'r ishlab beradi, aka. Supply demand bilan mana shu hozir men ishlatayotganim ikkita yoki 3 ta tahlilda общий ko'rib chiqqan bo'lsak, uchalasida ham support resistance, supply demand va trend liniya. Uchalasini qo'shib ishlatyapman. Общий win rate 70-80% dan baland menda. Общий videolaringizda faqat mana shuda supply va demand. Shunaqa. O'zim ham shu klassika bo'yicha ishlayman. Misol kursda boshqa narsada o'qisangiz ham faqat mana shu narsa o'rgatiladi, yoki klassika o'rgatiladi. Kecha qilgan analizingizga yurib bermadi-da. Nimada qiluvdik? Kecha HUSD tillada. Mana HUSD-ga kecha berilgani zonaga tushib turib, zonadan qancha reaksiya berdi? Zonadan 2 pip reaksiya berdi, aka. Zonadan konkretni mana 2 pip reaksiya berdi. Zonaga tushib turib ishlab bermadi degani, u zonani tushib, просто breakout qilib ketdi, u ishlab bermadi. Okey, zonadan 2 pip reaksiya berib keyin oqdi, bu o'sha yopilmadi degani bo'ladi. Mana bu joyga narx retest berganini ko'rib turib, o'sha pozitsiya yopmaslik bo'ladi, yoki bu narsa. Mana 3 turibdi, idealniy turibdi. Просто mana bu joyga kelganda, misol odam yopmagan bo'lishi mumkin. O'sha bu trade qilayotgan odamning aybi bo'ladi. Mana zona konkretniy рабочий ishlab berdi. Yenadiga ham xuddi shunaqa bo'ldi. Yenada berilgan edi. Keyingi H4dagi zona mana narx necha deb yozgan edim?
Hozir mana kanalni ochamiz. Narx yuzda yanada tagida narx yozdim. Zona necha bilan necha. 142 va 142-300 orasi deyilgan ekan. Qarang. Xo'p, demak bizda 142 birinchisi koordinatasini tekis qilib qo'yamiz. 142 mana birinchisi. Demak, ikkinchisi 142-300. 308 va tekislab qo'yamiz. Men 142-300. И просто свеча zonaga kirdi. И zonani o'zidan 80 pip impuls. Bu narsani ishlab berdi. Valyut uchun 80 pip reaksiya normal hisoblanadi. Misol birinchi dojidan keyin yashilni kutib pozitsiya ochgan taqdiringizda ham mana teparoqdan ochsangiz ham stop lossingiz 20 pips bo'lyapti, take profit 60 pip bo'lyapti. Birga uch qatnashini bor. H1 da tasdiq kutib pozitsiya ochilgan taqdirda ham. Yana nimada ideya berilganida 3 tani ideya berdim o'zi. Aka uchalasi ham ishlab berdi. Просто vaqtida yopmagan bo'lishingiz mumkin. Realni. Shu сделка ochyapman, shu signal berganingizdan keyin сделка ochyapman. Tepaga ko'tarishi aniq, lekin minusda bo'lyapti-da, сделкалari. Yo'q, mana hozir ko'rib chiqdi-yu, tahlillarni mana. Realni qancha yurib berganini. Minusda bo'lyapti. Просто joyida kirmayotgan ekansizda, aka. Tasdiq demay noto'g'ri olsiz yoki tasdiq olishda sizda muammo bor yoki может bilmassiz tasdiq olishni. Shu narsa kamchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin aka sizda. Shu vaqtda video yo'qmi aka? Mana shu darsimiz aynan o'zi tasdiq bo'yicha bo'lyapti-ku aka, boshidan biri. Yanada mana misol qanaqa tasdiq olishimizni tushuntirdim. Strukturani buzilishi, ya'ni bizda maksimum yangilanishi boshlanishi kerak 15 da. Narximiz buzib o'tib retest bersagina pozitsiya olamiz. Просто zonaga kelsa yoki minimumga retest qilamiz. Yoki-da 15 da pastiga urinni buzib o'tib pastda yopilamiz, switch yopiladi. Keyin tepaga retest beradi. Zonani buzib o'tmasdan sellga razvorat olishni boshlasa, pozitsiya ochib turib, tepasiga stop loss qo'ysak bo'ladi. Ikki xil ssenariy. Hozirgi biz ko'rayotgan ssenariylar patternlar bo'yicha emas, faqatgina tasdiqqa bugun struktura buzilishi bo'yicha ko'rib chiqamiz. Ya'ni kichkina time frame'da trend yo'nalishini o'zgarishi. Hozir mana bizda kichkina time frame'da trendimizda sellda turibdi. To'g'rimi mana? Oxirgi maksimum mana trend liniyasi. Demak, o'xshatadi bizda sellda hozir. Undan oldin mana bu joyda buy dedi. Mana bu joyda buy dedi. Uni buzib o'tdi. Buzib o'tgandan keyin retest berdi. Keyin o'sha sellga qarab harakat qildi. Va hozirgi momentda o'sha bu narsa sellga o'zgardi. Agar oxirgi maksimum buzib turib narx tepada yopilsa, bu narsa yana buyga qaytadi. Maksimum yangilanishi boshlanadi. Va o'shandan keyin biz buyga pozitsiya ochsak bo'ladi. Обязательно buzib o'tishi bilan emas, buzib o'tib retest bersa ochsak bo'ladi. Просто buzib o'tilgan joyga сделка ochmaymiz lekin hech qachon. Raz retest bermadimi, demak pozitsiya ochilmaydi. Retest bersa pozitsiya ochiladi. Retest berayotganda liniyani ichiga kirmasligi kerak, to'g'rimi? Yo'q, zona-ku bizda. Zonaning ichiga kirsa ham bo'ladi, kirmasa ham bo'ladi. Endi bu switchni analiz bo'ladi-da o'sha. Bilasizmi, mana zonaga yetib keldi, switchni analiz kutamiz, razворотный switch bo'lishi bilan sразу pozitsiya ochiladi. O'sha bu narsa oxirida switchni analiz bo'ladi. Сделка ochishda по-любому switchni analizdan foydalanish kerak. Boshqacha varianti yo'q. Rahmat aka. Salomat bo'ling aka. Rahmat. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Alo. Eshitolmayman aka, gapiravering. Qarang, bir savolim bor-da, hozir zona tortyapsiz-ku mana yerda. Xo'p. Bu zona qachondir o'zini kuchini yo'qotadimi? Misol uchun 2-3 marta tashlab bergandan keyinmi? Shu qachon kuchini yo'qotadi bu? Dars ishlab berish ham mumkin. Просто belgilayotgan paytingizda narxga eng yaqin darajalar bilan ishlashga harakat qiling bo'ldi. Narxga eng yaqin darajalar. Tushundingizmi? Bu любой time frame'da analiz qilayotgan paytingizda istoriyadagi zonalar emas, narxga eng yaqinlari. Misol uchun bizlar istoriyaga qaytargan bo'lsak, istoriyada mana Mamutda bizda kuchli zona turibdi mana. Yaxshi impuls boshlangan chunki. Yoki-da istoriyadan ko'radigan bo'lsak, mana bu joyda yaxshi maksimum bor. Lekin bu narsa уже ishlab bo'lgan. Tushundingizmi? Istoriyada. Va siz analiz qilayotgan paytingizda iloji boricha narxga eng yaqinlari bilan ishlang faqat.
O'sha mana joydagi maksimum sizga qiziq emas. Mana misol uchun mana bu yerda maksimum bor. Bu narsa qiziq emas. Chunki narx mana bu yerda turibdi hozir. Qachon narx buni buzib o'tsa, unda ham o'sha keyingisi mana joy bo'ladi. Chunki bu undan ko'ra narxga yaqinroq diapazoni bo'yicha. To'g'rimi? Va siz analiz qilayotgan paytingizda iloji boricha narxga yaqinroq darajalar bilan ishlang. Narx qancha kuchli va ko'p impuls beradigan bo'lsa, sizni zonangizdan yoki siz belgilagan darajadan, demak o'sha daraja shunchalik muhim yoki o'sha zona demak shunchalik muhim zona hisoblanadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Bitta savolim bor edi. Qaysi time frame'lar yaxshiroq analiz qilishga, shuni aytib olasizmi? Hamma time frame'da analiz qilish shart. Birinchi bo'lib, katta time frame'dan boshlaysiz, haftalik yoki oylikdan, o'sha keyin dars kichkinaga tushib kelinadi. Faqat kichkina time frame o'zida tahlil qilib pozitsiya qilib bo'lmaydi. Chunki общий объем, umumiy trend qattaligini bilmasdan turib, siz bozorda foyda ola olmaysiz. Skalpga ishlamoqchi bo'lsa ham katta time frame'dan boshlab ko'rish kerak. Da. Shunaqa. Skalpga ishlamoqchi bo'lsangiz ham trendni bilmasdan turib qanaqa qilishingiz? Yokida flat bo'layotgan bo'lsa ishlasangiz bo'ladi. Hozir ko'rib chiqdik, qaysini edi? Funtdamidi? Flat. Mana bunday holat bo'lsa ishlasangiz bo'ladi. Unda trend topish shart emas. O'sha maksimum bor, maksimumga keldi sel, minimum 3 ta bay. Mana shunaqa holatda ishlasangiz bo'ladi. Maksimumga chiqsa sel olasiz, minimum 3 ta bay olasiz. Qachondir stop loss ishlaydi bir marta, o'sha trend o'sha tarafga qarab davom etadi. Bu flat holatida ko'rsangiz bo'ladi. Atak umumiy bozor anaqa impuls bilan yoki trend zo'r harakat qilayotgan paytida trendni topib oldin, keyin pozitsiya qilish kerak. Tushunarlimi aka? Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Xo'p, yana kimda qanaqa savollar bor? Aka, mana shu 1 soatlik time frame'da uptrend ketyapti, keyin 1 minutlikka o'tkazsam down trend ketyapti. Endi shuni qanaqa qilib ishlaymiz? Shuni bitta tushuntirib bering. Katta time frame'da trend qatga harakat qilayotgan bo'lsa, kichkina time frame'da o'sha tarafga qo'shilishga harakat qilamiz. Ya'ni M1da misol uchun struktura buzilishini kutamiz, bayga struktura buzilishi bilan сделка bayga ochamiz. Ya'ni misol haftalik bilan kunlikda qanaqadir kuchli maksimum yangilangan bo'lsa, hech qachon u grafikda selga pozitsiya qaramaydi. Qanaqadir kuchli D1dagi yoki haftalikda maksimum buzildimi, aniq u narsa dalsha rost beradi. Flat bo'lishi mumkin, qisqa muddat mana bunaqa kichkina flat bo'lib mana bunaqa konsolidatsiya bo'lib, qiynalib tushib kelishi mumkin. Umumiy объем har doim sizda bayda bo'ladi. Chunki bizda global qanaqadir maksimum yangilangan. Va global maksimum yangilangandan keyin tabiiyki, endi bu instrument turiga qarab turib 100-200 pipsli reaksiya beradi. 100% tepaga. Bu valyuta paralari uchun. Agar bu commodity bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yer qazilma boyligi bo'ladigan bo'lsa, 300-400 yoki undan ham katta pips reaksiya berishi mumkin. Shuning uchun ham bizda D1dagi va haftalikdagi darajalar juda muhim darajalar hisoblanadi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, katta time frame qatga harakat qilyapti, kichkinada o'shanga qo'shilishga tasdiq qildirish kerak. Eng oddiy variantda katta time frame qatga harakat qilyapti, kichkinada shunga qo'shilishimiz kerak bo'ldi. Analiz qilib turib. O'sha katta time frame'da uptrend ketyapti, kichkina time frame'ga o'tkazsam down trend ketyapti-da. O'sha qanaqa qilib qo'shilishni, qaysi pozitsiya olishni bilmayapman. O'sha общий trend baydami, katta time frame pozitsiyangiz bay bo'lsin. Kichkina time frame'da kuting siz, qachon o'sha sell tugaydi, qanaqadir model shakllanishi mumkin. Может W, голова, плечи, M, любой model yokida mana hozir ko'rib chiqqanimizdek strukturani buzilishi. Kichkina time frame'da o'sha minimumni yangilanib kelayotgan bo'lsa, u narsa tugatilib, maksimum yangilanishi boshlanadi. Va siz bayga pozitsiya ochasiz. Chunki sizning umumiy trendingiz, общий объеmingiz sizni bayda edi. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Aka, 100 millik prop shot ovatuvdim-da. Xo'p.
qanaqa qilib ishlasam bo'ladi? Necha lotlar bilan ochib, qanaqa qilib ishlasam bo'ladi? O'shani bitta maslahat bering deb so'rayotgandim. Kunlik riskingizni o'rtacha 2% qilib belgilab olsangiz bo'ladi. Stop lossingiz qancha pipsligiga qarab lot olasiz. No, standartni agar valyutalarda ishlaydigan bo'lsangiz, 1-2 lot bemalol olsangiz bo'ladi. Chunki valyutalarda o'rtacha stop loss 20-30 pip bo'lishi mumkin. Men sizda 30 pip stop loss olgan taqdiringizda ham 2 lot bilan uzog'i bilan $600 zarar qilasiz. Bu 0.6% degani. Va siz bunaqadan 3 marta yana qilishingiz mumkin kun davomida. Agarda siz kunlik riskingizni 2% qilib belgilab oladigan bo'lsangiz. Va agarda sizda pozitsiya ko'p ochaman deydigan bo'lsangiz, mana misol 2 ta 3 ta emas, misol 5-6 ta ochaman desangiz, unda 2 lot emas, 1 lotdan risk qilasiz. Lekin o'sha kunlik qo'ygan o'sha 2%ingizmi, 2% dan o'tib ketmasligi kerak. O'sha kunning oxirida. O'shanda $100,000 ga $10,000 shot beradi. 10,000 ni 2% ni olaman, ha? Qarang, siz hozir 100 minglik shot oladigan bo'lsangiz, sizni o'zi beradigan sizga vazifasi agar ikkita imtihonligini olsangiz, birinchi etap 8%, ikkinchi etap 5% bo'ladi. Foyda qilib berishingiz kerak bo'lgan summa. Ya'ni birinchi 8,000, keyin 5,000 qilib berishingiz kerak. Kunlik riskingiz sizda 5%, общий riskingiz 10%, ya'ni 10,000 bo'ladi. Siz 10,000 dan emas, kunlik riskdan, ya'ni shot общий sizda 100,000, 100,000 dan 2,000 kuniga risk qilishingiz mumkin. Общий shotga 2,000 olaman. Da, 100,000 dan 2,000 olasiz. Общий shotga nisbatan belgilaysiz. Yokida общий shotga nisbatan xohlasangiz 1000 deb belgilab oling bu narsani. 1000 deb belgilab olgan bo'lsangiz, undan ham kattaroq imkoniyat, prosta ko'proq vaqtingiz ketadi. Shunisi bor. Agar ikkilanadigan bo'lsangiz, strategiyaga, analizlaringizga bu narsani bir qilib belgilang. Yo, men uverimman, strategiyam zo'r ishlaydi, yaxshi ishlayman deydigan bo'lsangiz, bu narsani 2 qilib belgilang. 2 degani bu jarayon tezlashadi, imtihondan o'tishingiz, birda bu narsa sasiqroq bo'ladi, no, riskingiz kamroq bo'ladi. Yo, o'sha analiz qilganimdan keyin bozorga kirishga ikkilanmayman-da ko'p holatda. Unda 1% qolganingiz yaxshi, aka. Unaqa bo'lsa 1% qolganingiz yaxshi. Foydaga maqsadimni necha pul qilib olay? Misol uchun bo'ldi, men misol uchun $500 yo $1000 topsam bo'ldi, ishlamayman deganda maqsadda necha pulga qilib olay? Endi bu stop loss yoki take profit olishingizga qarab, o'rtacha eng kamida 1000 yoki 1,5 dan katta bo'lishi kerak plankingiz. Chunki riskka nisbatan raz 1% risk qilyapmizmi, take profitimiz o'rtacha o'zi 2-3 bo'lishi kerak. Lekin sizda savdolar bitta savdo emas, 2 ta 3 ta savdo bo'lganini hisobiga bu foiz sal kamayadi. Ya'ni 2% gacha bo'lishi mumkin bo'lishi. Agar yo'q, men bitta pozitsiyaga 1000 risk qilaman desangiz, unda riskga nisbatan konkretni 1 ga 3 yoki 1 ga eng kamida 2,5 bo'lishi mumkin yoki undan katta. Bu narsani siz o'sha 3 ta 4 taga bo'lganingizdan keyin polibon foizda tushadi. Chunki qaysidir zelkalar stop oladi, qaysidirlari take oladi. Qotgan riskingizga qarab, misol siz bitta pozitsiyaga o'rtacha 1 lot bilan kirdingiz, 30 pip stop loss qo'ydingiz. Sizning profit targetingiz eng kamida 60 pips bo'lishi kerak. Ya'ni $300 risk, eng kamida 600 foydali chiqishingiz kerak bozordan. Foydali chiqishim bo'ldi. $500 misol uchun bir kunlik minus qilib olsam o'zim uchun $1000 foyda qilib olishim kerak ekan-da. Shunaqa aka. Bo'ldi. Keyin 4 soatlikda misol uchun trend bayga ketyapti. Hozir eng yaqin zonalardan ishlash kerak deb tushuntirdingiz-ku, bu yoqdagi tarixiy zonaga qaramasdan. 4 soatlikda trend bayga ketayotgan bo'lsa, 1 soatlikka o'tib turib, o'sha yerda 1 soatlikda o'sha pastroqdan topib turib zona bayga kiraveraman-da, o'shanda to'g'rimi? Shunaqa. Endi narx agar o'rtada turgan bo'lsa, misol ajdaniyada bo'ladigan momentlar bo'ladi. Misol mana hozir funtda bizlar narx buzib qo'ygan, scalp uchun pozitsiya qarasangiz bo'ladi, lekin swing trade uchun bu ajdaniy moment. Chunki H4 o'rtada turibdi. Maksimum tepada, minimum ancha pastda. Bu уже kutiladi. Yo narx общийda tepaga chiqib olishi kerak, yo umumiyda pastga tushib olishi kerak. Undan keyin swing trade'ga, ya'ni uzoq muddatga pozitsiya qarab ko'rsak bo'ladi. Yo men scalp qilaman desangiz, уже boy M15 mana shu ikkita ssenariy. Qani bitta 1 soatlik ham olib qo'ying shu grafikka. Mana 1 soatlik. 1 soatlikda sizni zonangizga tushar ekan, 15 minutlik zonaga tushar ekan. Bo'ldi, men belgilamoqchi bo'ldim. Zona bundan ham pastroqda bo'lar ekan. Shunaqa aka. Bo'ldi. Shunga qidirib boramiz. Rahmat aka, kattakon. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Rahmat, xudoga shukr.
Aka, men hozir PropShotda Funding Pipsda ishlayotgan edim. Shu ishonchli PropShotmi? Shuni so'ramoqchi edim sizdan. Pul chiqarib beradimi? Unda Funding Pips ham ishonchli aka. Tanish bolalar pul yechib ko'rdim deb aytishuvdi. No, o'zim ko'zim bilan ko'rmadim, lekin eshitdim. Pul yechib yurishganini bolalarni eshitdim lekin. Ishonchli, ha? Da, ishonchli. Prosta qoidalarini buzib qo'ymasangiz bo'ldi aka, glavamis. Bo'ldi. Keyin savolim bor edi aka, setka Fibonacci ishlatasizmi? Ishlataman, da. Faqat redka, kamdan kam. Mayli. Shu bitta ishlatuvingizda bir ko'rsatib bera olasizmi praktikada hozir? Bu bo'yicha aka dars qilganman, to'liq Fibo bo'yicha YouTube kanalidan ko'rsangiz bo'ladi. Aha. Bo'ldi. Xo'p, tushundim sizdan. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling aka, charchamang. Rahmat. Alo. Alaykum assalom. Aka, PropShot olmoqchi edim men ham 5000. 5000lik. Xo'p. Shu narsaga tushunmovchilik bo'lyapti-da. Misol uchun menda 4% kunlik riskda stop. Hop. Misol uchun 5000ning 4% misol premiumni $200 desak, Hop. $150 minusga kirsak, stop olsak, ya'ni Hop. yana o'sha take profitlarimiz olsa, shu ana $150 ni qoplasak, kunlik yopiladimi, yana $200 bo'ladimi stop yoki общийda hisoblanib ketaveradimi? Yopiladi. Bu narsa yopiladi, faqat har 24 soatda обновление bo'ladi lичный kabinetingiz. Bu narsani обновление bo'lishini lичный kabinetga o'tib nazorat qilib turishingiz kerak faqat. Chunki bozor bilan bir xil vaqtda bo'lmaydi. Bozor ochilib bo'lgandan keyin 1 soatdan keyin bo'ladi bunaqa обновление PropShotlarda odatda. Shuning uchun lичный kabinetga kirib buni ko'rib turishingiz bo'ladi. Qancha summa risk qilishingiz mumkinligini, qancha summa profit targetingiz qilayotganini ko'rsatib beradi. Shu ishlab qo'ygan taqdiringizda ham qancha summa riskingiz borligini aniq ko'rsatib turadi ishlab bo'lishingiz bilan. Значит, misol uchun minus qilgan taqdirda shu minusni yana qoplasak, yana o'z holida qolaveradi, to'g'rimi? Shunaqa, o'z holida qolaveradi. Rahmat aka. Salomat bo'ling aka. Yana bitta savolim bor edi aka, Hojiakbar aka. Hop. Ana o'sha supply demon zona chizgansiz, o'zi supplydan retest berya, tepaga nima ketyapti. Shunda qanaqa qilib ishlaymiz o'zi bunda? Ikkita chiziq chizgansiz, o'zi pastdan ketish kerak, lekin pastdan tepaga qarab ketyapti. Hozir agar narx tepani buzib qo'yadigan bo'lsa, tepadagi zonamizga retest kutamiz-da, mana bu joyga bagi pozitsiya olamiz. Agar bu narsa hozir live davomida bo'ladigan bo'lsa, live o'zida ham сделка qilamiz hozir. O'sha o'zi hozir mana ikkita zonadan bittasini buzib o'tmaguncha pozitsiya ochilmaydi bunaqa holatda. O'zi mana bu joydan risk ko'rsangiz bo'lardi. Kichkina risk bilan pozitsiya olib, mana hozir yashil switch yopilgandan keyin pozitsiya olib, stop loss bilan yonidagi qizilli soyasini tegiga. Mashtada bo'ladi. Примерно stop lossingiz, no take profit tepadagi haygacha. Shunaqa ssenariyda pozitsiya qilib ko'rsa bo'ladi o'zi. Просто уверен joyi, lekin men unaqa risk qilib kelmayapti, bunaqa vaziyatda ochmayman desangiz, уверен joyi mana bu joy. Qachon bizda maksimum yechiladi, retest beradi, undan keyin pozitsiya ochish bu уже уверен joyi. Rahmat aka, savollaringiz bo'ladi ekan-da botda. Botda birinchi tepa yonidagi hayda bo'ladi, mana bu joyda bo'ladi. Birinchisi. M15 bo'yicha full tepa mana bu yerda bo'ladi, tepada bo'ladi. Shu o'qib chiqadi. Imkon darajada anaqalarni tepalarni maksimum shu hayliga qo'yuverish kerak ekanda, birinchi tepalarni. Shunaqa narxga eng yaqin o'sha kuchli impulslar boshlanayotgan maksimumlar bilan ishlayveriladi-da.
Aka tillaga ham bir qarab bering. Hojiakbar aka tillaga. Mana aka tilla. Tilla H1 grafik. Bizda trend liniya bor. Общий trend bayda. Narx zo'r ketma-ket retest bilan bay bo'lib ketdi. Mana bitta bizda selka shakllandi, buzib o'tildi va dalshi bay. Mana ssenariy dalshi bay tiladi. Men maksimum yechib ketamiz-da. Katta ehtimol bilan shu haftani o'zida yechib ketsa kerak. Lekin Hojiakbar aka, mana shu trend liniyani oldida maydalashsa switchlar bizib o'tadi deyishadi. Shunaqa bo'ladimi? Mana hozir qarang, switchlar maydalashyapti, zichlashib trend liniyani oldida switchlar zichlashib boryapti. Ko'p holatda bizada. Ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi. Ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi. Prosta tillarda bu narsa teskari ishlaydi ko'p holatlarda. Qanaqa? Misol narximiz hozir qisilib kelyapti, hamma mana pastdagi trend liniya buzilishini kutadi-da. Chunki ketma-ket shpilka tashyapti-da pastda. Tilla nima qiladi? Bitta pastga yechib olib, tepaga ketib qoladi, tilla. Emasmi? Shapaloq uribdi. Shunaqa. Juda ko'p likvidatsiya qiladi tillada. Shuning uchun tillada kunlik savdo qilishni maslahat bermagan bo'lardim. Lutcha valyutalarda ishlanglar. Ayniqsa endi boshlagan bo'lsanglar, bu juda katta risk tillada ishlash. Valyutalarda o'ta stabil ishlasanglar bo'ladi. Chunki valyutalar orqasida davlatlar turgandan keyin ularning qiymatini ancha stabilni ushlab turishga harakat qilishadi. Shuning uchun lutcha pozitsiya valyutalarda bo'lgani yaxshiroq. Funt nima bo'ldi? Funt hali ham o'rtada bizada. Supportga ham tushmadi, resistensga ham chiqmadi. O'rtada harakat qilyapti, flat bo'lib. Mana shunaqa holat уже полный kutiladi-da. Сделка qilmaysiz, faqat kutasiz. Demak, bugungi darsimiz shu. Xudo xolasa darsimiz hammaga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Обязательно kanalda kommentariyalarda fikrlarni qoldiringlar. Xudo xolasa bunaqa darslarni ko'paytirishga harakat qilaman. Blog bo'yicha ham, misol kanal bo'yicha qanaqadir takliflar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda hozir men post yozaman. Kommentariyalarda bemalol o'zingizlarning fikrlarni qoldirsanglar bo'ladi. Siz uchun qiziq bo'lgan mavzu va sizning taklifingiz juda ko'pchilik insonlarga manfaat tegishi mumkin. Yaxshigina foyda olib kelishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun uyalmasdan, xijolat bo'lmasdan qanaqadir takliflar boshqalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozsanglar bo'ladi. Charchamanglar, omad, savdo haftasi hammada yaxshi o'tsin. Aka, onlayn kursingiz filiali qayerda joylashgan? Toshkentdami? Offlayn kursda Toshkentda, faqat offlayn hozircha yaqin orada ochilmaydi lekin. Yaqin orada ochiladigan onlayni bor, aynan iyunga nabor bo'lyapti hozir onlaynda. Iyun oyiga nabor bo'lyapti. Xudo xolasa o'sha iyunni где-то birinchi haftalarida uzog'i bilan onlayn dars boshlanadi. Xudo xolasa xush ko'ramiz aka. Bo'ldi, aka, mayli, charchamanglar. Xudo xolasa keyingi efirlarda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar.